Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Mutaxassislar Toshkentda bo'lgan chang bo'roni sabablarini ma'lum qilishdi. Toshkent shahrida 17-may kuni tushdan keyin chang bo'roni kuzatildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Baxtiyor Po'latov shahar aholisini bezovta qilgan bu tabiiy hodisa bo'yicha mutaxassis fikri asosida tushuntirish berdi. Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti Batir Xalmurodovning fikriga ko'ra, Toshkentda chang bo'ronining yuzaga kelishiga bir necha omillar sabab bo'lgan. Eng asosiy sabab salqin shimoliy havo oqimi va janubdan kirib kelayotgan issiq havo massalarining to'qnashuvi bo'lgan. Bosimning noodatiy ortishi va keskin shamol kuchayishidir. Bu havo massalari o'rtasidagi keskin harorat farqi kuchli shamolni keltirib chiqargan. Shunaqa do'stlar. Kuchli shamol o'z navbatida qurigan tuproqdan va ochiq yer maydonlaridan chang zarralarini ko'tarib havo muhitiga tarqatdi. Natijada shaharning turli nuqtalarida ko'rish masofasi qisqarib, nafas olish qiyinlashgan. Shunaqa deb xabar berishdi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada o'z fikringizni chiroyli axloq bilan qoldiring. Kecha 17-may kuni Toshkentda dahshatli bo'ron, chang bo'roni sodir bo'ldi. Daraxtlar quladi. Там что-то еще упало. Машина yo'qmi-ku? Chirigan ekan-da-chi. Ko'p odamlar qaysidir ma'noda zarar ko'rdi. Barcha videolar albatta meni kanalimda, marhamat birgalikda ko'ramiz. Obuna bo'lishni unutmang. Toshkentda yengil shapada turgan va endi ahvolda qaranglar. 100 metr yo'ldagi binolar ham ko'rinmaydigan holatdagi chang. Ming afsus. Shuncha changni ichida yashayapmiz o'rtoqlar. Toshkentda qum bo'roni boshlandi. Qaranglar. O'yladim, lekin qum bo'roni. Farg'onada bo'ladimi? Buni qaranglar. Hurmatli farg'onaliklar, toza havoni qadriga yetinglar. Boshlandi. Sizlarga necha oylik ko'rinyapti bilmadim-ku. Buni qaranglar. Qum bo'roni. Ko'rinmayapti. Dahshat. O'zimga bir narsa kelib ketdi. Ehtiyot bo'lasizlar, mana Mametda o'sha Ibn Sinoda reklamli shit adarilgan. Hammani Xudoning o'zi asrasin. Changni rastdan ko'cha ko'rinib qoldi. Gapirmaydi changga qaraydi. Kelinga changga qolib ketdi. Nima qilyapsan?
Bu qaysi qarab sinadi. Yes, ichkariga changni olib ketdi. Tez tezlashdi. O do'stlar, qum bo'ron boshlandi Toshkentda. Buni qaranglar. Juda kuchli qum bo'ron, hamma narsani uchirib ketyapti. Vau! Farg'ona toza havosini qadriga yetinglar do'stlar, buni qaranglar. Bu taraf hozircha toza. Bu tarafda qum bo'ron. Vau! Videoni Farg'ona aylab yuboramiz, havomizni qadriga yetinglar. Soat 19dan 4 daqiqa o'tdi. Keyingi zakazimiz to'g'ridan to'g'ri Bunyodkor shoh ko'chasiga zakaz tushdi. Ya'ni bu Bunyodkor stadioni Mirzo Ulug'bek metrosiga. Hurmatli obunachilar, tashqariga chiqmasligingizni maslahat berar edim. Chunki vaziyat juda qaltis. Shu sababdan juda ham o'zlaringizni ehtiyot qiling. Kaminaga kamtarin, ko'zi ojiz dastalchik yana yo'lda. Shu desanglar Toshkentda biznes qilmoqda. Changni qarang. Kamay. Hay. Bu onalarni inson 100 metr naryoqda turib bo'lmaydi-ku. Sayın bu batarya desene. Sayın bu batarya desene. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Abduhalim Bro kanalini kuzatishni davom eting.